Assalomu alaykum do'stlar. Bugun gaplashadigan mavzuyimiz yolg'izlik. Yolg'izlik o'zi nima? Uni qanday o'ziga xos kuchli jihatlari bor va qanday salbiy tomonlari bor? Insonlar nimaga yolg'izlikdan qochishadi? E'tibor berayotgan bo'lsangiz, tanlayotgan mavzularim boshlash, yozish, mana bugun yolg'izlik. Hammasi o'zimning holatimga yaqin, ya'ni menda shu bo'yicha xulosa bor, fikrlar bor, nimadir bo'lisha olaman. O'shaning uchun ham mavzularni tanlab kelyapman. Bugun ham 2,5 yildan beri musofirda bo'ladigan bo'lsak, shu vaqt davomida yolg'iz yashab, nafaqat moddiy jihatdan bitta uyda yolg'iz turish, balki yaqinlar, do'stlar, qarindoshlar, hatto oilam bilan ham sezilarli darajada uzoqlashganman. Avvaliga bu o'z-o'zidan bo'ldi. Ya'ni yangi davlat, moslashish, ishlash, o'qish, shu muammolar bilan bo'lib vaqt tanqisligidan bo'ldi va bora-bora bu narsaga o'rganib qoldim. Ya'ni yolg'izlik menga yoqa boshladi. Va uni foydali tomonlarini ham sezganimdan keyin shu vaqtda video qilishga qaror qildim. Agar sizda ham yolg'izlik hissi bo'ladigan bo'lsa yoki o'z xohishingiz bilan shu yakkalikka tanlamoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, siz uchun bu video foydali bo'ladi degan umiddaman. Tabiiyki biz odamlar orasida tuslanamiz. O'zimizdagi sara sifatlarni ko'rsatamiz. Yaxshi tomonlarimiz, yanada yaxshiroq ko'rinish, maqtanish, maqtalishga urinamiz. Yoki o'zimizdagi zaif yoki kamchilik jihatlarimizni ko'rsatmaymiz, yashirishga urinamiz. Yoki ba'zilarimiz o'zida yo'q bo'lsa ham bor qilib, ikkiyuzlamachilik qilishadi. Ayni sifat tomonlama. Lekin yolg'iz qolganimizda buni iloji yo'q. Chunki o'zimiz bilan qolamiz va o'zimizni 100% bilamiz. Ya'ni qayerda kimni aldaganimiz, kimga tuhmat qilganimiz, nafsimizga qayerda yengilib qabih ishlar qilganimiz, xullas o'zimizni jirkanch tomonlarimizni ko'ra olamiz yolg'iz paytimizda. Va bu jarayon albatta og'riqli, azobli bo'ladi. Aynan ko'pchilik mana shuning uchun ham yolg'izlikni yoqtirishmaydi yoki tezroq bu jarayondan qochmoqchi bo'ladi. Nimadir ko'rsa, kim bilandir gaplashsa yoki xabarlarga javob yozsa, nimadir yeb olsa, bilmadim. Aynan mana shundan o'tib olsak, keyin yolg'izlikni kuchli, bizga foydali tomonlarini ko'ra boshlar ekanmiz. Bilasizmi, o'zi bizda juda ham ko'p ma'lumot, juda ham ko'p bilim bor. Ko'p narsani bilamiz. Faqatgina amalda bajarishda qiynalamiz. Yolg'izlik aynan bizni mana shu vijdonimizni qiynaganligi uchun, bizga savollar berganligi uchun ham o'sha bilganlarimizni hayotda qo'llay olarkanmiz ham. Nega bularni aytayapman? Aynan mana shunaqa yolg'izlikdagi kuchli og'riqlar, bosimlar ko'pligi uchun biz ularni ilojsizlikdan bitta-bitta yaxshilashni boshlaymiz. Va bu bizga albatta turtki beradi. Shunaqa. Omma orasida qanchalik ko'p vaqt o'tkazsangiz, jamiyatda bosimiga ham shunchalik osonroq tushasiz. Nimaga bunaqa deyapman? Insonlar bilan ko'p birga bo'lganingizdan keyin ularga moslashasiz. Soch turmagingiz, qanday kiyinishingiz, gapirishingiz, masalan, kiyim do'koniga borsangiz, uni ham fikrini hurmat qilib, o'shanga qarab kiyim tanlaysiz va uni ham qarorini eshitasiz, to'g'rimi? Demak, yolg'iz qolish bizga ko'proq mustaqil qaror qabul qilishni shakllantirishga yordam berar ekan. Aynan mana shu ko'nikma sizda oshib borganidan keyin jamiyat orasida ham ularga ko'r-ko'rona ergashmaysiz. Masalan, ishxonamizda tushli payti oshxonaga boriladi. O'zi odatda ovqatimni uyda pishirib o'zim bilan olib boraman tushligimni, lekin ba'zida ulgurmay qolsam, men ham oshxonaga boraman. Hamkasblarimizni hammasi ham yeyotgan taomining halolligiga e'tibor bermaydi, afsuski. Bilsa ham yeydiganlar bor. Shunda ovqatlarimni tanlab solib boraman. Endi bilasiz, koreys oshxonalari shunaqa, o'zingiz tanlab olasiz, ko'p shunaqa. Shuna halollari ham bor, kamroq bo'lsa ham bor. Shuna
tanlab borsam, uni yonida halolmas narsa bo'ladi. O'shanda ikkita variant bo'ladi menda. Uni yonida uni stolda o'tirib birga u bilan yeyish yoki boshqa stolga borib o'tirish. Agar mana shu jarayonda menda ham ommani bosimi kuchli bo'ladigan bo'lganda, u bilan o'tirib yerdim. Menga yoqmasa ham bu holat. Lekin men nima qilaman? Boshqa yerga borib o'tira olaman. Aynan yolg'izlik mashqi menda ko'p bo'lganligi uchun shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Balki bu gapim sizga g'alati eshitilar, lekin men shu fikrga ishonaman. Insonlarning ko'p qismi aslida bizga zararli. Ya'ni biz ular bilan birga bo'lishimiz bizga zararli tomonlari ko'proq bo'ladi. Bu aynan ularning yomonligidan emas, aynan inson tabiatiga taqaladi bu narsa. Deylik, kimdir muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Biz ichimizdan qanaqadir quvonib qo'yamiz. Bu tabiiy bor narsa, hammamizda bor narsa. Yoki kimdir muvaffaqiyatga erishib ketyapti. Biz to'g'ri yaqinimiz bo'lsa, begona bo'lsa ham xursand bo'lamiz, lekin baribir ichimizda hasad ham qilamiz. Chunki raqobat dunyo shunaqa. Ya'ni poyga dunyosidamiz. Aynan biz insonlar bilan shunaqa ko'p birga bo'ladigan bo'lsak, mana shu ikki his, ya'ni ularni qiyin kunlarda ichimizdan quvonib qo'yishimiz yoki ular muvaffaqiyatli paytida biroz ularga nisbatan ko'rolmaslik qilishimiz yoki boshqa, masalan, ular bilan birga ko'p bema'ni gaplarni gaplashishimiz yoki g'iybat qilib qo'yishimiz, yolg'on gapirib qo'yishimiz. Mana shu narsalar insonlar bilan birga bo'layotganligi uchun biz aynan o'zimizni yaxshilab olguncha ko'proq yolg'iz bo'lishimiz kerak. To'g'ri, shunaqa kunlar keladi. Biz insonlar bilan bo'lib ularni yaxshilaymiz, ularga yaxshi tomondan gapirib, ya'ni ularni to'g'riroq foydali suhbatlar qila olamiz, lekin birinchi o'zimizni yaxshilab olishimiz kerak deb o'ylayman. Aynan buning uchun bizga yolg'izlik kerak bo'ladi. Xo'p, yolg'izlikning yana bitta katta foydasi diqqatimizni jamlay olamiz. Insonlar bilan bo'lganimizda biz xohlamasak ham senzura qilamiz. Ya'ni ular bilan yonma-yon bo'lgan paytimizda nazorat kuchli bo'ladi. Qanday gapiryapmiz, qanday o'tiribmiz, qanday yeyapmiz, to'g'ri kulyapmizmi? Hammasini o'ylash kerak. Bu diqqatimizni kam-kamdan yeydimi? Lekin yolg'iz bo'ladigan bo'lsak, o'zimizni erkin qo'yib, bor diqqatimizni ishga o'qishga qarata olamiz. Aynan bilamiz, buyuk asarlar, buyuk kashfiyotlar ham yakka holatda yaratilgan. Ya'ni muallif yolg'iz bo'lgan. Bilamiz, bugungi kunda insonlarning diqqati juda ham pasayib ketyapti. Diqqat qilib turish vaqtimiz xuddi qulayotgan samolyotdek pasayib kelyapti, pastga tushib. Lekin ularning davrida, ya'ni buyuk asarlar, kashfiyotlar davrida shovqin hozirchalik ko'p bo'lmagan. Lekin shunday bo'lsa ham ular g'orlarga kirishgan, tog'larga chiqib ketishgan yoki qanaqadir chillaxonalardan foydalanishgan. Eshitganmiz, o'qiganmiz. Demak, hozirgi kunda yolg'iz qolish, xotirjam joyda tinch qolish bizga karra muhimroq. Hozirgi internet, tarmoqlar shovqinli zamonda. O'zimiz bilan qolib, o'zimizni yomon tomonlarimizni tahlil qilish, qarorlarimizni mustaqil qabul qilish, o'z ustimizda ishlashimiz, bilganlarimizni amalga o'tkazishimiz. Asosiysi o'zimizni tanib olishimiz uchun kerak yolg'izlik. Buncha maqtading, yomon tomonlari ham bor-ku deb qarshi fikr tayyorlayotgan bo'lishingiz mumkin. Salbiy tomonlari ham bor, to'g'ri. Bu nima bo'lishi mumkin? Asosiysi shu ijtimoiylasha olmay qolasiz. Ya'ni insonlar bilan suhbatlashish, ular bilan gaplashish ko'nikmaysiz, pasayib yo'qolib ketishi mumkin. Lekin men ham 100% izolyatsiyaga tushib oling demayapman yoki umuman bir qobiqqa tushib olib, g'orga chiqib ketib yashang demoqchi emasman. Aynan hozir deylik 80% ijtimoiy bo'lsangiz, o'shani 20 ga tushiring. Ya'ni 20% ga tushiringda 80% yolg'iz bo'ling.
Aynan bilasizmi nima bo'ladi bu jarayonda? Siz keraksiz insonlardan uzoqlashasiz. Yuqorida aytganimdek, bizga zararli insonlar ko'p atrofimizda. Agar ularni filtrlaydigan bo'lsangiz, faqat yaxshilari, sizga foydali insonlar, eng yaqinlari qoladi. Ular bilan ham kamroq muloqotda bo'lganingiz uchun suhbatlar ham yanada saviyaliroq, sifatliroq bo'ladi deb o'ylayman. Qolgan 80% bo'lsa, o'zingiz bilan ko'proq gaplashish, o'zingiz tahlil qilish, yanada yaxshiroq inson bo'lishga intilish, shular ustida ishlaysiz. Yolg'iz qolishni yana bitta yomon tomoni aynan mana shu yolg'iz qolish, ya'ni yolg'izlikni ko'proq oqlayverish, uni yaxshi ko'rib qolish. Balki bu video ham shu ta'sirida olinayotgan bo'lishi mumkin. Bilmadim, hozir ayni vaqtda yaxshi tomonlarini ko'proq deb o'ylayman. Balkim 2-3 yil, 5 yildan keyin boshqacha fikrda bo'larman, lekin hozir shunday. Yana qaytaraman. Yolg'iz qolish deganda do'stlarsiz, yaqinlarsiz, ayniqsa turmush qurmasdan yashang demoqchi emasman. Shunchaki juda ham ko'pchilik bilan doimiy munosabatda bo'lishdan saqlaning. Masalan, so'nggi 2 yilda rosa ham trend bo'ldi-yu. Networking, tanish bilish yoki kontraktlar degan gaplar. Menimcha networkingdan keladigan foydadan ko'ra siz yolg'iz qolib, ustingizda ishlab, o'zingizni tahlil qilib, kattaroq yutuqqa erishasiz deb o'ylayman. Shunaqa. Ko'proq o'zingiz bilan qoling. Kuniga 10 daqiqa shunchaki tinch joyda ekranlarsiz, telefonlarsiz qoling. Tafakkur qiling, o'ylang, o'zingizni tahlil qiling. Qorong'u xona bo'lsa yana ham yaxshi. Bora-bora vaqtni oshirib boring. Ishoning, mana shu 10 daqiqa siz uchun eng sevimli vaqtga aylanib qoladi. Ya'ni siz eng yaqin insoningiz o'zingiz bilan birga bo'lasiz. Ishoning, bu sizga yoqadi. Sinab ko'ring. Agar sizda ham bu haqida tajribalar, xulosalar bo'ladigan bo'lsa, fikrlaringizni bo'lishing yoki qarshi fikrlar bo'ladigan bo'lsa qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.